Mana korobka yog'larimizni quyib bo'ldik. Ko'rdinglar. 7 litr quyib etdik. 7 litrni hop quyish uchun birinchi 7 litr to'q bo'lishi kerak. Mana 10 litrli taqirda mana 7 ta turib ko'rish mumkin. Bu yerdan to'kiladi mana. Mana bu yonida yana bitta xuddi shunaqa bolt bor mana bu yoqda. Zavet qilib, skors ko'rib, uni ochib ko'riladi. Quyish davomida o'sha korsani quyib bo'lgandan keyin misol ochsani o'rigini o'sha. Agar yo'q, o'sha 7 ta tushdi. 7 litr quyamiz. Shu desani ham misol bo'laveradi. Ko'rish shart emas. Bu yoq 7 litr tushgandan keyin qurishini shart emas. 7 ta qo'yaverasizlar. Masalan, yangi mashina olgan bir kishidan kilometr yozilmagan. Shunaqa holatlarda zavet qilib, mashinani yurg'izib qo'yib, mana bu yerdan ko'rib berasizlar. Ochasizlar, ehtiyot bo'lib, agar oz bo'lsa oqmaydi, ko'p bo'ladigan bo'lsa oqib ketadi-da, keyin qotirib qo'yasizlar. Qotiraverasizlar. Xuddi shunaqa qilib ko'rishingiz mumkin. Mana yana tashqarisini, kapot ichini qayerdan qilinishini hozir ko'rsatib beraman. Mana mashinaning kapot qismi. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana 11li. Mana 11li bolt bor. Gidravlikani shuni tagida mana. Bu yerda quyadigan joy mana bu qora kirishga. Bu yerdan quyasizlar. Endi buni kompressor bo'ladigan bo'lsa, shuni bo'shatib, kompressorlarda chiroyli qilib haydasani, hamma o'sha qoldiq qolib ketganlari tagidan ochib qo'yasizlar, tushib ketadi, tudaydasizlar. 2 minutmi, 5 minutmi chiroyli qilib budasani bu yerdan hammasi tushib ketadi. Keyin shuni bitta ko'rasizlar, qancha tushganini ko'rib, 6,5 tushadimi, 7 litr tushadimi, o'shanga qarab quyishingiz ham mumkin.
6,5-7 litr shu normasi hisoblanadi. Hop, yana aytib o'tamiz. Gentra, Nexia 3 Cobalt mashinalari korobkasi bir xil. Quyishinglar mumkin. 6,5-7 litr quyaverasizlar. Biz bularga Eiffel molidan quyib bitdik. Dextron 6. Bu juda ham sifatli, mana shtrixlargacha bor. Qaqar kodlargacha bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli moy. Dextron 6 quyilsa, shu mashinani o'ziga chiqarilgan moy hisoblanadi. Shuning uchun Dextron 6 moy quyish kerak. Kimda qanaqa savol-javoblar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarga yozinglar. Okalar YouTube'da ko'rsizlar, iloji bo'yicha Oil Houses deb yozinglar, men yana yozib qo'yaman. Instagramni ham bir yurg'izib o'raylik, okalar. Ish ko'rib turganlar, unga ham kirib, podpiska bo'lib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana YouTube'imizni, Instagram'imizni Xudo xolisa chiroyli qilib yurg'izamiz. Chin ko'ngillar mana ustalarga, yangi o'rganuvchilarga, yangi shopirlarga mana chiroyli video bo'lyapti, kontent qilamiz. Hech narsani yashirganimiz yo'q. Mana qaytadan pudaladi, qaytadan tushiriladi, hammasi mana vijdonan bo'lyapti. Bizda keyingi moylarimiz bor. Mana 0-20 moylar, elektromobillar ko'proq mana quyishyapti elektromobillarga. Mana kastrollarimiz bor. Kastrollar mana ko'rishingiz mumkin. Magnetik. Mana shu lubeklarimiz mana judayam zo'r moy. Sifatlari ham judayam yaxshi moy. 545 kups hammasi bor. Qolaversa, likimoli moylarimiz, fosfor, lukoil, mana motul va xolisa hammasi bir-biridan chiroyli sifatli moylar. Ko'pchilik propan qo'yib oladi mashinasiga. Propanga Kix moylarni tavsiya qilamiz. Propanga mo'ljallangan moy. Benzin propan ketadi. 540, 540lar ham bor. Va mashinasini usilining qilingan okalarga mana bunaqa 1060 qo'ygan. 1060 ham bor. Moy juda ham zo'r. Wolflarimiz bor. Wolf ham juda ham nihoyatda sifatli moy. Dextron quydi hozir mana bu Gentraga korobka moyini o'sha mana avtolari ham bor. Benzinga, gazga, dizelga ham xizmat qiladi. Bu o'sha barcha turdagi mashinalarga chiqqan, mana yengil mashinalarga. Bu ham ko'rishingiz mumkin. Zo'r moylarimiz, xudo xolisa. Kimga chiroyli, sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Misol, vodiydagilar yo'lingdan tushsa, kirib o'tishini ham mumkin, chiroyli qilib, sifatli qilib qo'yib beramiz. Videoni ko'rganlar like bosish, kommentariy yozib, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar. Rahmat.